Yamal o'z ishini ajoyib tarzda amalga oshirmoqda. U o'ynayotgan klub unga yordam bermoqda, o'ynayotgan terma jamoa ham unga yordam bermoqda va aynan shunday muhit uning futbolchilik qobiliyatini yanada ochilishiga yordam beradi. Lekin sizlardan bir narsani so'rayman. Yigitchani xotirjam o'sishga qo'yib bering, unga bosim qilmang. Sababi futbolning foydasi uchun bunday talantdan bir necha yillar davomida bahra olishimiz uchun bu yigitchani o'z holiga qo'yishimiz kerak. U tinchgina, xotirjam va tabiiy ravishda o'sishda davom etishi kerak. Men bunday futbolchilardan bir necha yillar davomida bahra olishimizdan umid qilaman. Shu sababli media tomonidan bunday futbolchilarga bosim bo'lmasligi kerak. Va aynan sizlar shu tomonlama futbolchiga yordam berishlaringiz kerak. Uni o'z holiga qo'ying. Unda talant bo'yicha hech qanday muammo yo'q. Krish, sening katta o'g'ling 14 yoshda. 2 yildan keyin u ham Yevroda chempion bo'lishi mumkin. Tasavvur qilyapsanmi? Bo'lishi mumkin. O'zi Yamal bilan o'g'limning o'xshashliklari ko'p. Ikkalasi ham qorachadan kelgan, sochlari jingalak, bor yo'g'i 3 yosh farq. U menga juda yoqadi. Mening farzandlarim ham uni juda yaxshi ko'rishadi. Oilamning yarmi deyarli ispaniyalik, shu sababli men Ispaniyani juda yaxshi ko'raman. Asosiy mavzuga qaytadigan bo'lsak, media tomonidan uning ismi ko'p tilga olinmoqda va bu o'z-o'zidan emas. Bunga sabab yigitcha ajoyib o'yin ko'rsatmoqda. U juda ajoyib. Lekin men Ispaniyaga ham alohida to'xtalib o'tishim kerak. Ispaniya terma jamoasiga qarshi o'ynashni boshlaganimdan beri bu terma jamoa dunyoning eng kuchli terma jamoalaridan biri bo'lib kelgan. Katta iste'dodlar har doim Ispaniyadan chiqqan. Ispaniya har doim raqobatdosh jamoa bo'lgan. Misol uchun Williams men uchun u ham ajoyib futbolchi. Ayniqsa yarim himoyadagi futbolchilar ajoyib. Pedri va aytib o'tishim kerakki, bu juda ham murakkab va qiyin raqib. Faoliyatim davomida Ispaniyaga qarshi 1000 marta o'ynaganman va bu o'yinlarni har doim tomosha qilish kerak. Umid qilamanki, ertaga chiroyli o'yin bo'ladi. Muxlislar bu o'yindan bahra olishadi va biz futbolchilar ham bunday o'yindan bahra olamiz. Va oxir-oqibat Portugaliyaning g'alabasini kutib qolamiz.